Assalomu alaykum. Aziz vatandoshlar, aziz insonlar, loqaydmas insonlar, turolmas insonlar. Mana birin-ketin ketyapti videom, tasviriy murojaatlarim, tirik muloqotlarim siz bilan. Hozir men sizlarga murojaat qilib turib, Gulranoga murojaat qilib sizlarga murojaat qilmoqchiman. Gulrano tom ma'nodagi tumaris. Qarang, hali bu nimani eslayman. Kavkaz asirasida maqtagan-ku, komsomolka, sportsmenka, studentka, одним словом красавица deb Vladimir Ilish maqtagan. Natalya Varleda shuni singari. Siz nafaqat tafakkuringiz boy, donosiz, aqllisiz, go'zalsiz va jasoratli ayolsiz. O'zimni hayot tajribamdan kelib chiqib, Gulrano, men 1966-yili 10-sinf tugatganman Toshloq tumanida. Faqat shu xolos, attestatim bor. Katlalar qolib ketdi ham. Qolgani faqat hayot tajribam, jon bolam. Shuni esdan chiqarmang. Mana bu nima kuni 12-noyabr kuni Quvada nimada bo'lganimda yana afsus qilaman, telefoningizni olmabman. Siz bilan birgalikda Jabrdiyda mana bu yigitni holini ko'rib, hozir ko'plar aytayapti, nimaga bu yigit chiqish qilmaydi soliqchini, soliqni boshqarmasini. U yigitni mana bu bir nuqtaga termilib o'tirgani shu sud zalida Quvada. Holatini tushundimki, u yigit o'g'lon farzandlarini o'ylab, kelajak hayotini o'ylab tashvishda. Nimagaki u yigit ishdan katta ishlar o'tgan, ehtimol yana o'tyapgandir. Jim o'tiribdi. Hattoki so'z ham aytmadi o'sha kuni, menimcha, o'sha 12-noyabr kuni. Qo'rqyaptiki, lavozimini yo'qotib qo'yishdan, boquvchisi oylikdan quyruq olishdan, axir va shu yo'sinda gapira turib, Gulrano, siz yana bir narsadan ogoh qilaman. Nimadan deysizmi? Quloq soling xalq. Ana shu yigitga, ana shu haligi his-tuyg'ulardan foydalanib, kimlardir korrupsioner boshliqlar unga kattaroq lavozim va'da qilishib, tan olgan, bu ayol bilan ishki munosabatda bo'lgan edi, buni aldab hali sizga qarshi qayrashlari ham mumkin. Shuni to'g'rida ogohlantiraman. Asalina Gulrano. Siz esa hali ehtimol kaminaga o'xshab, men aytyapman, Oy, butun mana shu mustaqillik boshlangandek ber, mana ularda savodsiligini ko'rib, mana bu vatanni tepasida turganlarni shu darajada axir biror nafar savodli qozi yo'qligi uchun nima desa bo'ladi? Qonunlarimizni hurmat qiladigan, axir til haqida qonun qachon chiqqan? Hali hozirgacha qarang, Gulrano, aqlli xalqimiz dono qizi. Siz endi mana nimangiz bor, mehnat daromad keltiradigan direktorligingizni hech qachon sizni endi haydasholmaydi. Nimagaki sizga hech narsani qilisholmaydi, xalqni nazariga tushdingiz. Hali kurashni davom ettiring, Gulrano. Nima demoqchiman? Siz mana bu qarangki, Gulrano, men ko'p baro aytyapman, konstitutsiya hozir qayerda qoldi? Sanali chiqarishadi. Hattoki har bitta maktabga bittadan to'g'ri kelmaydi mana bu bosh qonun. Nimalar bo'lsa-chi? Ana bu protsessual harakat qonunlari. Bitta advokatga bittadan to'g'ri kelmaydi. Mana 400 dan chiqaribdimi? Mana 1000 ta ham yo'q O'zbekiston bo'yicha. Katta narx osmada. Xalqni mana bu ilmiy darajasi, bilim darajasi oshib ketmasligi uchun uni sanoqli qilib chiqarishib qo'ygan, narxini osmonga ilishib. Viloyatimizda 2000-yili, 2001-yili aniq Abdukarimov Yusuf Usanovich degan viloyat prokurori bor edi. Shu inson yozdi. Kichkina kitob, mana shu daftar qalinligida kitob yozdi. Da'vogarlik hissi. Xalqni, fuqarolarda xalqimizni da'vogarlik hissini uyg'otmoqchi bo'ladi. Tezdagina batdan
Hozir qayerda? Ha, Yusuf Usonovich Abdukarimov, qayerdasiz? Da'vogarlik hissi xalqqa o'rgatmoqchi bo'ldingiz, lekin o'zingiz da'vogarlik o'sha o'zingiz himoya qila olmasdan bilaman. Mo'tabar Tojiboyevaga ham murojaat qilgansiz. O'sha vaqtda Mo'tabar Tojiboyev rosa o'tbosarlik bilan sharmandasini chiqarayotdi. Mana shu beliga belbog' bog'lab Toshkent markazida namoyishlarga chiqib. Hozir endi u Parijda. Shunday Gulrano. Qarang. 98-yili qarang, mana. Adliya vaziri, adolat vaziriga murojaat qildim boshimga tushgandan keyin. Uni maqtanchoq ikkita nashrni boshqargan Fayzulla Qilichov orqali. Hayot va qonun gazetasi, yo'q, Hayot va qonun jurnali, xuddi yana shuni singari jurnali, keyin Inson va qonun gazetasini. Mana hozir yanvar oyi, bugun 4-yanvar, yakshanba kuni 26-yil 99-yili yanvar oyida shu Hayot Inson va qonun gazetasini ichki sahifasida toshkentlik advokat To'lagan aka Xonxo'jayevni maqolasi chiqdi. Advokatlarning qo'li kalta degan. Advokatlarning qo'li kalta. Qo'li kaltaligi shundan iboratki, endi keling endi advokatlarni qo'ya turaychi, meni Fayzulla Qilichovga yana murojaat qilaman. To'xtovsiz xat yozyapman mana u yerdan. To'xtovsiz, davomiy. Avval baytdan murojaat qilib bo'lganman. Bir boshdan. Suddan mana aytyapman, Qirg'izlik tuman sudining raisi Asarboyev Sergey Gurgenovich degan arman o'g'lon edi. Unga murojaat qilganman. Mana bu Tayyib boqini qilmishlari ustidan, Poraxo'z sudiyani ustidan. Undan keyin Turg'unboyevga, hozirda marhum hammasi. Turg'unboyevda o'rinbosari bordi. Zohidov, Hamidov Zohidmi familiyasi? O'sha yanvar oyida ko'rdi. O'g'lim 99-yanvar. Yozyapman. Advokatlar undagi Fayzulla Qilichov mana boshimga tushgandan keyin 26-oktyabr 98-yili voqeadan 98-yil 19-avgustda o'g'lim bilan to'rnapas manqurt mushlashgan bo'lsa, yoshlar o'rtasida bo'ladigan muslashuv oddiy hol bu. Yarim tunda 19-avgust chorshanba kuni mani o'g'limni ashaddiy xuligan qilishdi. Alkash uchastkovoy o'zini hamtovoqlari bilan. Nigmagaki o'g'lim uni hamtovoqlariga, undaqa dostlariga qarshilik ko'rsatgan edi. Bo'lmasam ungacha javob berdi. 19-avgustdan 26-oktyabrgacha hisoblaydilar. Qancha? 19-avgust, sentyabr, oktyabr. Oradan 10 hafta deyarli o'tgan vaqtida Dehqonov Ramiz tergovchi, 72-yilda tug'ilgan. U shu meni to'ng'ich o'g'lim bilan teng. Leytenant, degan fuqarolik kemida. Advokat Erkaboyeva Mavluda bilan Vilnisda kelishdi. O'g'lim ungacha tilxat bilan chiqib yuruvdi. Go'yoki voqea joyini ko'rgani. Eshityapsizmi? Voqea joyini, mushtlash joyini ko'rgani keldi. Aslida bunday qilib menga zimdan qarab turibdi, biror narsa ilinjida. Mana bu. Har ikkisi ham, Mavluda Erkaboyeva ham, nima ham, tergovchi ham. Bundan tishini chiqaravermagach, bir vaqt uyimga kirib, voqea joylarini ko'zdan kechirgandek bo'ldi. Bir vaqt o'g'limga yig'ishtirdi. Ketdi dedi. O'g'lim olib ketishdi qamoqqa. 26-oktyabr kuni. Tushundingizmi? O'g'lim olib ketgandan keyin yuragim ungacha hech qachon murojaat qilmaganman. Qayerga murojaat qilaman? Viloyat prokurorlari nimaga ungacha murojaat qilganman, bilaman bularni qandayligini. 95-yil murojaat qilganman. Mana viloyat prokurorlariga, mana ism familiyasi. Bahodir Toyjonov, Yunus Abdullayev, Baxtiyor Po'latovlarga. Kecha chiqib Pelikonga tushib, gazeta do'koniga borsam, ro'paramdan Hayot va qonun jurnali. Qarasam, oxirgi sahifasida bosh muharrir Fayzullajon Qilichov.
Fayzullajon Qilichev o'sha vaqtlari arxivlarda titkilab, o'tmishdan sadolar deb, zulmatdan sadolar deb kitob yozgan. O'sha kitobini o'qiyotgan edim. U o'tmishdan sadolarda tingladi, lekin bugungi hayqiriqlar tinglamaydi. Bu mana nima uchun maqtanchoq deyman, hozir aytib beraman sizlarga. Hozirgina darrov oldimda uni nomiga o'sha Fayzulla Qilichevga Toshkent Selgoh ko'chasi 5-uyga uni nomiga Mirsafoyev adolat vaziriga berib qo'yishini so'rab yoki o'zi chora ko'rishni so'rab birinchi xatim jo'natdim. Oktyabr oyi oxirlarida hayda qilib kechaga aytganimdan keyin poraxo'rlarga beradigan pulim yo'q, bo'lganda ham bermas edim. Nimagaki poraxo'rlar haromxo'rlardir, haromxo'rlar odam emas maxluq deb yozdim. Ha, Fayzulla Qilichev qani guvohlikka chiqalasizmi? Xuddi shu yo'sinda keyin 5-noyabrda bitta xuddi shu mazmundagi o'zim xulosami poraxo'rlarni haromxo'rlar odam emas maxluq deb viloyat prokuroriga kiritdim. Ketdi xatlarim, u ham o'sha zakazning xatimni noyabrda boshlarida oldi. Lekin hech qanaqa chiqatdan harakat yo'q. Attanam xat keldi menimcha, o'sha o'g'limiz sudga ko'rishga tayyorgarlik ko'rayotgani, baytdan viloyat prokuraturasidan qonuniy hal qilish to'g'risida qog'ozlar keldi. Menga ham keladi bu. Qonuniy qanaqa hal qilishdi? Endi yog'ini ko'raverasizlar. Mana o'quvchiligim bilib turib, nima uchun maqtanchoq deyman? O'sha Hayot va qonun jurnalida jurnalisti Mamanov familiyasi agar adashmasam, o'shani qalami bilan u Mamanovdan jurnalistdan otasi so'rayapti. O'g'lim, qayerda ishlaysan? Sen mana shunaqa Adliya vazirligini nashrida ishlayman. Yetakchim Fayzulla Qilichev. Otasi aytayapti. Fayzulla Qilichev bu zamonaning 3 donosidan biri. Zamonaning 3 donosidan biri deb xulosani aytayapti. Jurnalist yozyapti, Mamanov olib kelib Fayzulla Qilichevga beryapti. Fayzulla Qilichev buni bosib chiqardi. Maqtanchoq, o'zini maqtab. Eshitdingizmi? Lekin bu maqtanchoqda hali bir marta yuzini ko'rmagan. Mana internetda mana o'zim imkonim boricha qolgan hammasini ko'rganman. Mana sizlarga aytib berdim. Qanday qilib borganim oldiga velosipedim Xurshid domla Do'st Muhammadni, professorda avgust oyida 2000-yili. Nimani oldiga tashriflarimiz son sanog'i yo'q. Xalq so'zlarini bosh muharriri Abbosxon Usmonov Salohiddinovich oldingizga Ismoil aka Sulaymonov bilan kirganman 99-yili. Velosipedda borib. Aldadis qulog'imga xamir yilib. Juda baland parvozda osmondan turib qaradingiz menga. Bunday qildim. Nazaringizga ham ilmiy qaradingiz. 2003-yili fevralda bordim keyin. Ungacha bir necha borib. Motobar Tojiboyeva bilan piketga borganimda hechdan ko'ra kech yaxshi o'g'lonlar. Qani? Siz Fayzulla Qilichev, siz Abbosxon Usmonov, siz Xurshid Do'st Muhammad, siz Anvar Namozov xamir iluvchini darakchi deb nomlagan. Qo'chqor Norqobil, Qo'chqor Norqobil, qarang. Azim Suyimda gazetasida ishlayapti muxbir bo'lib. Azim Suyim qaysi gazetani boshqargan? O'zbekiston Ovozi. O'zbekiston Ovozi qaysi partiyaning gazetasi? Bilasizlar. Ishlab turib darakchida Anvar Namozovni gazetasida men nechun sevaman prezidentni degan Islom Karimovga sevgi izhor qildi. Sevgi, Qo'chqor Norqobil. Sevgi izhor qildi, juda katta maqola yozib chiqardi. Darakchining bitta sahifasida. Uni eshitdimi yoki albatta Islom Abdug'aniyevich uni eshitmagan bo'lsa kerak. Uni Fayzulla Qilichevni o'rniga Adliya vazirligining o'sha ikkita nashriga bosh muharrir qildi. Fayzulla Qilichev shundan keyin ko'rmadim. Qo'chqor Norqobilga men avgust oyida borib Akbar Jonuzoq ikkalasiga murojaat qilganman. Hamkasb bilan ikkalasi tengdosh. Mana bugun ular ham sochlari oqarib, qarib, qartayib, hechdan ko'ra kech yaxshi Xurshid Do'st Muhammad. Mana endi bugungi shogirdiga keladigan bo'lsak, mana ko'rdilaring. Kofringa borib Xurshid Do'st Muhammad domlani
Şogirdi Sherzodxon Qudratxo'ja kofiringa borib, 3 ta chol to'plab, mana havo toza, ha? Sherzodxon Qudratxo'ja bugun borib ko'ryapsizmi? Fontanni ko'ryapsizmi siz? Siz bugun hozir 26-yil bo'lsa, 24-yilda borgansiz. Qarang, 1,5 yildan ko'p bo'ldi. Sherzodxon Qudratxo'ja hozirgacha fontan bo'lyapti gazetda, osmonda isitib. Keyin Mo'rintovga borib, quyma oltinni, 1 kilolik oltinni 9 bor. Ha? Sizga qanaqa qilib ishonishdi ekan oltinda? Atda ham borib yana qanday qilib qazib chiqarayotganlari. Sal ishonch aytaman azizlarim. Shan to'g'risida so'z yo'q. Gram so'z yo'q. Aytyapman-ku. Vasha chestim murojaat qilishadi. Ko'ringlar azizlarim, mana bu sud prissiyajni ko'rsatuvini. Arman o'g'loni bor, Markaryan Ruben Valeryevich degan. Dahshat tom ma'noda, yaxshi ma'noda advokat. Prokurorlarda bu вообще shunaqa dono, shunaqa nima tergovchilarni izlab topmagan guvohlar bor. Men ham izlab topganman, mana bu o'g'lim qamoqqa olingan. O'zim izlab topganman, mana tergovchi Ramiz Dehqonov izlab topmagan. Mana bu o'g'limdan kalta yegan, 4 nafardan kalta yegan yosh bolachalarda onalaridan ko'rsatmali. O'sha sud zalida Bo'tayev 24-noyabr kuni qanday qilib sud o'tkazganini, imzolarini olib o'sha sud zalida deylardi. Hammasidan bostirib tashladim. Hamma yo'q azizlarim, o'shandan aytyapman. Hechdan ko'ra kech yaxshi deb. Mana bu hurmatli qozi janob sobiq, hozirda mana 90 yoshda plyus-minus yog'iga yetib qolgan Ubaydulla Qurbonovich Mingboyevga. Janob Qurbonov, Ubaydulla Qurbonovich, hechdan ko'ra kech yaxshi bu. Og'a, ayting, bir yurak dardingizni ehtimol kitobda yozayotgandirsiz. Gilyan davrida, Ivanov davrida qanaqa ishlaganlaringizni ayting xalqqa. Ko'rasizmi xalq? Muammo aniq ko'rinib turibdi mana bu Gulrano ishida. Aniq. Eng dahshatlisi mana Gulrano, yana sizga aytaman. Bular videoni chiqarishibdi, men ko'rganim yo'q. Videoni chiqarib o'zlarini gunohlarini, o'zlarini jinoyatlarini yanada oshirishdi. Ko'rdingizmi? Sudda keyin yana oshirib chiqarishdi. Bu chiqargani uchun siz talab qiling. Qidirib topishsin ashlarda. Kim chiqarganini, videoni. Sizni ulardan niyati mana sud ikkitasini hukm qilgan bilan yana kimlardir qolib, bularda 9 plus 2 ta 11 ta nafar o'g'lonlarning ichida birorta o'g'lon yo'q. Gulrano opa yoki Gulrano seni kechirim so'rab yurak nimaga tan oladigan o'g'lon yo'q bularda ichida. Gulrano, mana shuni ham nazarda tuting xalq. Qani bir mard o'g'lonlar O'zbekistonda. Anvar Namozov quloqqa xamir yildiz darakchi orqali butun O'zbekistonga meni tanishtirib, she'r, hikoya yozyapti. Bosib chiqargani men sizga hech ham yozmaganman. Darakchini xamir iluvchi bosh muharriri Anvar Namozov. Ay. Mana O'zbekistonda ahvoli. Aytibman-ku, Sherzodxon Qudratxo'jadan ta'lim olyapti, u media magnat bu. Birorta muxbir chiqib mana bo'lmasam ochiq oydin ko'rinib turibdi. Ochiq oydin ular o'zlari sharmanda qilib videoga olishgan. Xulosa chiqarib hukm qilish qoldi xolos. Butun O'zbekiston buni chaynayapti. Kamina ham shu qatorda. Nima deysiz? Mana bugungi kundaligi savodsiz sudyalarda ahvoli. Ha? Savodsiz sudya emas ular. Davlat tilini tan olmagan qozilar qozimi? Qonunga tupurib qo'yishgan o'zbek tilida haqiqatda. Haqiqiy tokaygacha konstitutsiya prostitutsiya bilan hamohang bo'ladi. Qomusnoma bo'ladi. Nomusnoma bo'lish kerak. Bosh qonun bo'lsa hech bo'lmasa.
Voy biling, protsessual kodeks. Proses ham bu o'zbek tilida emas. Kodeks ham o'zbek tilida emas, azizlarim. Shularni qo'lida bu qonunlar. Sanoqli, men sizga takror etaman, o'shaning uchun sanoqli chiqarishadi, xalq o'qib bilim oshib ketmasin deb. Gulronaga yana to'pgan gapim, Gulrono jasoratli ayolsiz. Siz mana shu kutubxonangizda ehtimol bordir, maktabingiz kutubxonasida protsessual kodekslarni olib, mana bu qaytib o'qiyman, o'zingiz huquqiy sohada oilaviy kodeks deysizmi, hamma ma'muriy kodekslarni olib, konstitutsiyani qaytib o'qingda, Gulrano. Naqadar savodsizligini hali hayotingiz oldinda. Faqat qo'lni siltamang. Aytyapsiz, prezidentga murojaat qildingiz, mana kechagida uni ham tingladim. Jasoratli ayolsiz, haqiqiy tom ma'noda tumarisiz. Olg'a tumarisiz. Xalq sizni qo'llab-quvvatlayapti. Mana shunday. Qayerdagi ulamolar chiqib olib, tavbangdan ketay-a. Axir qarang, qanaqa bu bilim saviyasi? Yana maqtayapsizlarki, Abror Muxtor alimi, valimi juda bilimdon. Bilimdon bo'lsa, mana uni aytyapti. Nimani andaqa? Dayusni aytmadim deyapti. Hammani dayus deb aytyapti. Mana unga fikr bildirayotganlarda hammasini troll deyapti. Unga qarshi fikr aytganlarda. Mana qoida dengtida. Aytadi-ku, shariatda sharm yo'q deb. Ana shunday azizlarim, shunday Gulranoxon. Jinday turib endi ruscha ham murojaat qilaman yana. Endi ruscha chiqish qilaman ko'proq. Lekin O'zbekistondagi millat gullari, millat gullari. Nima uchun gul aytadi bilasizmi azizlarim? Millat guli. Millat guli mana shu mahalliy raisdan boshlab Islom Shavkat Miromonovichga bu millat guli. Ular orasida mana senatorlar, deputatlar, partiya, bular millat guli. Nima uchun gul deyiladi bilasizmi? Hayotga diqqat bilan qarasangiz, atirgul shunday ovoz turadi. Osmondan kelayotgan hamma narsalarni birinchi o'ziga qabul qiladi. Atirgul tagidagi barglarini, xalqini himoya qilib, tanasini himoya qilib, mana shunday ovoz turadi. O'zi birinchi bo'lib to'kiladi azizlarim. Lekin sizda millat guli shunday qilib siz himoya qilyapmi? Yo'q, u sizni pinjizga kirib olib, sizni hisobingizdan kun ko'ryapti. Mana 5 ta partiya. Alisher Qodirov ayollarni armiyaga olishni qachon boshlaymiz endi? 5 ta partiya. 5 ta partiyada 10 mingdan bo'lsa 50 mingta. Yo'q, bu senatorlar, deputatlar, bular hammasi birortasi aralashmadi mana u Gulrononi haqida fikr aytisholmaydi. Aytisholmaydi-ku, o'sha sizlarga aytganimdek. Adliya vaziri Mirsafoyev edi. Bugungi kunda kim? Adliya vaziri, adolat vaziri. Azizlarim, yana Temur raisni g'amaklayapti. Shirik. Buni shiddat bilan gapirishiga men endi qari odam, kompyuterdan lag boslar, do'stlarim deb lag boslar. Faqat tilga ehtiyot, balki nima deydi? Yana o'sha gap, tilga e'tibor, elga e'tibor. Siz Temur rais, siz Iskandar Makedonskiy, ishlaring xalq uchun kuyayotganlaringni juda his qilib tuyib turibman azizlar, o'g'lonlar. Faqat mana Shuhrat Musayevda Toshkentda razborchik bor. U ham Liboyni o'qiydi internetda, mana keng tarmoqda. Keng tarmoq bas to'g'ri. Hatto bir vaqtlar Shuhrat Musayevni nimaga ham taklif qilishgan televideniyega. Axir qanday katta siyosatchi u. Ko'ryapsiz-ku? Liboyni yirtib tashlayman deyapti. Liboyni. Aka-uka ekan ular. Abror Muxtor Ali bilan.
Shundan kelib aytamanchi, azizlarim, mana nimani shogird ekan Hazrat Muhammad Sodiq Muhammad Yusufni Abror Muxtor Alijon, Abrorjon Muxtor Ali. Lekin Abrorjon o'qigan boshqa, o'qigan boshqa. Yurakda his-tuyg'u ham bo'lish kerak, yodlaganingiz bilan Qur'onni. Men tan olaman, birorta surani yoddan bilmayman, lekin meni qonimga singdirilgan. O'sha dinlarda mana shu ota-bobolarimning qoni bilan o'tib keladi. Nima narsa halolu, nima narsa zarar, nima narsa tushuntirilyaptimi Abrorjon sizga? Mana ko'rdingizmi? Sizga ham murojaat qilyapman. Kechagida mana sizlarga aytdim, xalqqa Alisher Navoiy xalqqa foydasi tegadigan insonlarni e'zozlagan. Aravasini tiqilib qolgan aravasini og'irini yengil qiladigan jismoniy. Lekin Qur'onni yodlab olib, Qur'onga amal qilmagan, Qur'onni yo'riqlariga amal qilmagan din peshvosidan ana dalada ketmon cho'payotganlar. Qani birortasi kelib mana g'ish kuyayotganlarni kelib Toshloq rayonidami, qishloqlarda g'ish kuyayotganlarda belini bukib sarchaqaga ishlayotganlar kelib mana Sherzod Qudratxo'janing muxbirlari kelib surishtirib bir katta maqolalar yozishsa. Sherzod Qudratxo'ja, Kofiringa bordingiz, Murintovga bordingiz, Oltinko'da bir managa kelib Toshloq rayoniga keling-da, dalalarga chiqib yoz kunlari g'ish kuyayotgan bolachalarni ko'ring-da siz. Salliz yumalab tushmaydi. Qayerga borsalar ham davlat hisobidan borasizlar. Mana ustozlaringiz borgan. Xurshid Do'stmuhammad, Ashfazil Aqliyev, yana kimlar? Yevropaga borib, A'dan kelib olib, rosa og'zini to'ldirib maqtashgan. Hatta qanaqa jurnalistlar, o'zlarini bularning qo'lidan birov ushlab turibdimi? Uchalar singari, ish qiladigan bo'lsa, yoritadigan bo'lsa. Mana Gretsiyada namoyish qilgan talabani urib o'ldirishdi. Nima qildi? Hatta xalq ko'tarildi. Amerikada bir qora tanli fuqaroni politsiya ushlayotib, qo'lini qayirib o'ldirib qo'ydi. Xalq nima qilib tashladi politsiyani? Bizda soliqchini ushlashib, mashinada qo'yishi mana o'zimizda qanchadan tahqirlanayotgan. Mana 9-may kuni Oltiariq tumanining hokimi militsiyani qo'li bilan qanday tahqirladi? Shu Gulranaga o'xshagan bir go'zal o'zbek ayolini mana O'zbekistonda ahvoli, bugungi O'zbekistonda qarigan chog'ida blogerlik qilyapti boboy. Bir temanga mana u Dilmurod Azizxo'jayev laqabli it bor. Sen pul uchun video qilyapsan, pul so'rayapsan deb. Billah. To'g'ri, men ham Jahongir Muhammadga o'xshab xotirjam gapirsam bo'ladi. Lekin Jahongir Muhammad hatta xalqdan uzoqda Amerikada yashayapti. Men meta xalqim ichida yashayapman. Farq ko'ryapsizmi? U to'kin yashayapti chet elda. Men mayita xarob yashayapman batta. Xalqimning ichida. Farqni sezyapsizmi? Men ko'zim bilan ko'ryapman. His qilyapman. Sizni ahvolingiz, azizlar. Yo'q. Prokuror, viloyat prokurori cho'ntiga solib qamadigandan davlatda qanaqasiga adolat bo'ladi? Butun uni qo'lida yuzlab prokurorlar ishlayapti. Shunday qilib o'rgatyapti bu. Yonida general turibdi. Yana minglab militsionerlarning yetakchisi. Ikromov. Mana senatorlar birortasi hayqirib chiqdimi? Qaranglar, mana qanaqa buyruq beryapti deb. Birorta vazirlik munosabat bildirdimi? Birorta deputat, birorta partiya munosabat bildirdimi mana uni? Kunuzda Bobirjon yoritdi buni. Videoni ko'rsatdi azizlarim.
Hamma videoni kamerani olib ketishgan, bittasi qolib ketgan. Ko'rdingizmi? Ularni idorasiga kirsangiz, xohlagancha montaj qilishadi. Men bilan gaplashib turishib. Xohlagan joyda o'chirishadi. O'shancha men kira olmayman ularning oldiga. Oddiy telefon bilan ham. Ular bemalol olishadi, keyin xohlagancha montaj qilishadi. O'sha 9-may kuni Oltiariq tadbirkor ayolda tahqirlashganda ham masjidga borgan ayol qochib, hokimdan, militsiyalardan qochib. Video kamerani ham olib ketishgan. Xuddi mana u cho'ntaga solib qamadigandan avval hamma video kamerani olganishsin kerak. Keyinchalik Otabek Jo'ray buni tikladi. Bloger. Sog' bo'linglar azizlarim, sog' bo'linglar. Omon bo'linglar. Befarq bo'lmanglar, loqayd bo'lmanglar. Vatan tiklashadi, buyuk kelajak. Ha. Sovet kishilarining bugungi avlodi kommunizmda yashaydi deb bashorat qilgan Xrushchev. Islom Abdug'anich Karimov O'zbekiston kelajagi buyuk davlat deb bashorat qildi. Shavkat Miromonovich buyuk kelajak bugundan boshlanadi deb. Lekin kuy bo'ldi. Kelajak fundament qani, zamin qani, poydevor qani? Qani poydevor? Qani bir buyuk birorta buyuk bir qozi bormi? Buyuk bir partiyaning yetakchisi bormi? Buyuk bir prokuror bormi azizlarim? Faqat qo'rqitish, yana trollarda pul berib davay tosh otib turib tayinlab chiqarishib qo'yadi mana u burgut akalarga o'xshagan. Ko'rdilaringmi? Uni o'chdi. Ehtimol o'sha kuni meni oldimga opasi jo'natgandir. Nimagaki opani joniga tegmaydi deyishdi meni oldimga kelganda. Ehtimol o'sha ablah kelgandi xonadonga. Sen burgut qaytding, kalamishga o'xshab qaysi kavaga kirib ketding? Nimaga fikr bildirmay qo'yding? Ehtimol sen harom kelgandirsan meni uyimga, meni boshimga tosh bilan urgani. 15-dan 16 dekabrga o'tar. Tunda tong atardi. Sen kelgansan. Bekorga sen dumingni pisib yo'qolib ketmading mana. Meni kanalimda doim fikr bildirib turarding. Burgut, kalamish, burgut laqabli. Yoki sen kelgansan. Dilmurod Azizxo'jayev. Xudo jazoni berasan ablahlarda. Senlarda vijdon yo'q. Senlarda adolat tuyg'usi yo'q. Senlarda faqat jig'ildon tuyg'usi bor xolos. Haligi amirlik tuyg'usi bor xolos. O'tib o'zing maqtanib mana choldi boplayapman deb mana o'zingni qo'yib keyin bitamtasiga ko'rsatib maqtanasan. Shu, o't senlarga yoniga kirib olgan mana u ham. Haligi Farg'onani kezib yurgan bitta bor. Turibdani ayollarda chiroyli qilib suratini qo'yib qo'yib o'zini mashhur Raimov deb ko'rsatayotgan. Mashhura. Qayerda yashayapsan hozir? Sog' bo'linglar azizlarim. Omon bo'linglar. Befarq bo'lmang kelajakka. Farzandlaringiz kelajakka befarq bo'lmang azizlarim. O'zbekistonlik mana kundan kunga. Qarang. Tobora. Nimaga? Hozir nima uchun tashvishga men yana tushyapman? Shavkat Miromonovich mana yangi tashabbuslarini e'lon qildi. Korrupsiyaga qarshi mana nimani tabilman aytsam, duelga chaqirdi. Kanadadan chiqayotgan Ulug'bek Ashurati nimani duelga chaqirdi deb korrupsiyani. Lekin hamma amaliyotlar, hamma tashabbuslarini, g'oyalarini bular aksincha bajarishadi. Demakki, yana korrupsiya kuchayadi deb o'ylab turibman men. Azizlarim, axir korrupsiyani yo'qotish uchun Shavkat Miromonovich birinchi bo'lib o'zini qabulxonasidan boshlashi kerak. Qabulxonasida bo'lsa qizi rahbar. Dahshat. Tasavvur qiling, 11 ta o'g'londan birortasi aybini tan ololmaydi o'g'lonman deb chiqib. Mana qanaqa militsionerlar, bilyapsizmi? Bunaqalar har bir ko'chada militsionerlar bor. Mana men kechagi do'stlarga aytdim, hali shu vaqtgacha oddiy militsioner bo'lib ishlayapti. Mana bu bo'yi 2 metrdan ortiq Sherzodjon Sirojiddinov Farg'onada. Ajoyib yigit ekan. Mana kechagida men 1-yanvar kuni kechada qo'lini olib ko'rishdim. Qo'llari ham endi ko'raverasiz. Haqiqiy obid ketmonidan katta. Lekin chekadi shu yigit ham. Barakalla Sherzodjon Sirojiddinov.
Shunaqa azizlarim, doim ko'chadaman, toza havoda yuraman men. Toza havo tanga davo. Lekin mana ertaga mana ko'kragidagi og'riq bilmadim. Yana qanchaga yetadi. Sizga esa Gulrona, mustahkam sog'liq, qalbingiz to'la o't, yondiring bularni. Hech ham to'xtamang. Xudo kuch-quvvat bersin. Sizni yana maktabdagilar nima o'ylab qolaman, nima maktabingizdagilar bir nima bo'lib jamoa, kollektiv bo'lib murojaat qilib chiqishmaydi yoningizda siz bilan bir davra suhbat qurib, Shavkat Miromonovich bizni bu yetakchimiz, direktorimiz nima uchun shu darajada? Axir bularni tazyiqi mana shu Ma'rif vazirligigacha tazyiq o'tkazyapti. Ma'rif vazirligi bo'lsa, yonini olib chiqmaganiga hayron qolyapsiz-da. Osonlikcha direktor bo'la olmaydi. Qanday jasorat? Mana men sizlarga aytyapman, Sabohatxon direktor desa, menga va'da bergan sentyabrda Ismoil ota sizni chaqiraman, telefonimni yozib olgan. Yuqori sinf o'quvchilariga sog'lom turmush haqida va'z aytasiz deb. Sentyabr oyida, hozir mana bugun 4-yanvar azizlarim, sog' bo'linglar.